Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Abdori Ihson Abdulquddus. Misr. Birinchi bob. Ramazon kunlarining biri iftorga yarim soat qolgan chaq. Ibrohim Ayni Qasri doktorxonasi Misrdagi atoqli doktorxona. Kesel karavotida yotatdi. U alayda yotoq bo'lib, ishkida miltiq tutgan ikki saqchi kuzatib turardi. U o'ltirib yenida chechilib turgan gizitlarni qatlashga boshladi. Uning ko'zi gizitning birinchi betidagi talay qatim ko'rgan qizil xatlik yo'g'on mavzuga tushdi. Delo to'g'risida arz qilindi. U mavzuni o'qib tugatmasdan gizitni qatladi-da, o'rnidan turib, uyning bir bo'lug'idagi suv jumukining oldiga kelib yuzini yuvdi. U xuddi qizib ketgan kallasini sovutmoqchi bo'lgandek, sovuq suvni beshiga bo'lishiga eqitdi. Ondan go'yo ko'zim hech qanday narsani ko'rmasin degandek yuzini lo'ngi bilan etib oldi. Ibrohim kechilik kiyimini selib etib, ko'ngliki va shimini kiydi. Karvatda o'ltirib oyog'ini kiydi. Qo'lini tushakning ostiga tiqib sepashtirdi. Qo'liga kichik qattiq bir narsa urilgandek bo'lib edi. Uni darhol ilib oldi-da, olqinidagi narsaga xuddi buvoq bolaga qaragandek ko'zini uzmay qarab qoldi. Uning shu qarashida ichinish aralash masxara bor edi. Bu Brovenik markali tapancha bo'lib, u burun bundaq tapanchini bahli kichik, balalar o'yinchiqiga o'xshaydi deb ko'zga ilmaydi. Uning qo'liga tunji qatim olganimi mushundaq kichikkina tapancha edi. U chaqlarda u texi 17 yoshga to'lmagan bola edi. Keyin cho'ng yigit bo'lib mavjirlarni tutdi. Halbuki bugun yana bu kichik tapanchani qo'liga ilishga majbur bo'ldi. Bu ish uningga ixtiyorsiz holda o'smirlik davrini eslatdi. Ibrohim go'yo intayin qimmatlik aslimini yoshirgandek tapanchani shimining yanchiqiga avaylab soldi. O'rnidan turib uy ichida mengishga boshladi. Keyin uydagi birdan-bir o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Soatiga qarab qo'yib cho'nqur o'q tortdi. Keyin yonda turgan bir jurnalni ilib, uningdagi kino cho'lponlariga doir xabarlarni o'qishga boshladi. Misr kino cho'lponlariga doir xabarga hamma odam diqqat qiladi ekan. Ibrohimning beshiga mushundaq cho'ng balo qazo kelgan bo'lsa-mu, Fatin Hemame Misrning atoqli ayol kino cho'lponi. Yanala rolga chiqib yuribdi. Imad Hamdimo Misrning atoqli er kino cho'lponi, Sadoqat qatorliq kinolarda rol olgan. O'xshashla chiroyidan nur yaqtirgan holda bahramon yuribdi. Butun Misrmu bir o'g'lonining o'zi uchun o'layotganligi, o'limga hukm qilinayotganligi, darga esildiganligidan qilcha xabari yo'q. U ochiqlangan holda jurnalni yerga tashlab o'tib, o'z-o'ziga so'zlab ketdi. Men o'lmasligim kerak. Ularning meni xohlagancha bir taraf qilishiga yo'l qo'ymayman. Uning qalbida g'azab o'ti yalqinjaydi, ammo chiroyidan hech qanday ifoda ko'rinmaydi. Agar siz uning ko'ziga sapsilib qaramasangiz, nimalarni o'ylayotganligini qilcha bilmaysiz. Hatto uni hozir nihoyatda baxtli o'xshaydi debmi o'ylab qolasiz. Shunga Fatin Hemame yangi kinoda rol ilivergan. Imad Hamdi bo'lsa xo'shal yurivergan edi. Ibrohimning xarakteri mana shundoq edi. Uning hissiyoti faqat ko'zlarida oz-to'la ifodalanib turardi. Chiroyida bo'lsa hech qanday o'zgarish yo'q edi. Shu qiyofati bilan u sizni o'ziga moyil qilib olaydi. Siz as-hushingizni yo'qotdingiz. Ixtiyorsiz uni yaxshi ko'rib qoladingiz va uningga ishonatdingiz. Mushu chiroydagi odamning qahramon ekanligini hargizmi xayolingizga keltira olmaydingiz. Balki Ibrohim o'zimi qahramon bo'lib qoladiganligini zotila xayoliga keltirib baxmagandi. O'z sur'atining bir kun ichida har qaysi cho'ng gazitlarning birinchi
betiga besilishi, ayol, qeri yoshning o'zi to'g'risida so'zlashishi, butun mamlakatning diqqati o'ziga qartilib qoladiganligini o'ylabmi baxmagandi. U o'zida jahonni zilzilaga keltiradigan qahramona bir ish qilay deydigan maqsadning bor yo'qligini bilmaydi. Ko'nglida o'zini boshqa yoshlardan botur, vatanparvar, ilg'or debmi hisoblamaydi. Uningcha o'zining qilgan atganlari tabiiy bir ish. Qilcha hayron qolarlik emas. Hammani besib tushgudek aloyidligimi yo'q edi. Aksicha u ortiqchiliklarga qaraganda ojizliklarini ko'p o'ylaydi. Masalan, o'zini odamlar oldida nutq so'zlay olmaydigandek his qiladi. Bu xil tuyg'u uningda o'ttira maktabda savodoshlari bilan birga vatanparvarlik inqilobiy harakatlarga qatnashgan kundan boshlabla paydo bo'lgan edi. Shunga savodoshlarini boshlab mangadigan, shuar to'lashga boshlamchilik qiladigan ishlarni qilmaydi. Kishini hayajonga soladigan qizg'in nutqlarni so'zlamaydi. Faqat inqilob uchun amaliy xizmatlarni davron solmasdan jimmidala ishlaydi. U chaqlarda agar saqchilar maktabni qo'rshib oladigan bo'lsa, u darhol o't o'chirishga ishlatadigan suv nasosini o'rnatib saqchilarga suv chachatdi yoki botilkalarni yig'ib ichiga qum to'shqizib o'zlariga etilgan o'qlarga taqobil turish uchun qo'ral o'rnida savoqdoshlarga tarqitib beradi. Keyin u yana xili ko'p ushoq qurollarni ijod qildi. Saqchilarga taqobil turadigan yaxshi choralarni tepib chiqdi. Buningdan savoqdoshlari ham hayron bo'ladi, ham xushallanadi. Yana masalan, u molotofcha ko'ydirish botilkasi yasash, latta purishlarini kirsinga chilab o't yoqqandan keyin saqchilarning mashinalariga etish, tomoq qochilarini to'mir qalpoq o'rnida beshiga kiyib olib, saqchilarning qaltaklaridan o'zini dalda qilish degandek ishlarni kashf qildi. Shuningdan keyin savoqdoshlar asta-asta uning atrofiga uyushdi. Uningga ishonadigan, uning qaror chiqarishini kutadigan bo'lib qolishdi. Gerçi u o'quvchilarni boshlab mangadigan, boshlamchilik bilan shuar to'laydigan, nutq so'zlaydigan ishlarni qilmasimi, savoqdoshlari uni jimg'ur rahbar o'rnida ko'rdi. Uning jimg'urligi savoqdoshlar orasida bir xil sirliq va kishini hayajonga soladigan kayfiyatni paydo qildi. Savoqdoshlar orasida uning to'g'riliq ajoyib g'aroyib rivoyatlar tarqaldi. Ba'zilar uning uyida 10 sandiq portlatqich doğru bar ekan desa, ba'zilar uning dadisi yurtida bir dona yenik pulemyotni yoshirib qo'yib ekan deyishadi. Ba'zilari uning akasi ofitser ekan, shunga u inisiga har xil chora tadbirlarni o'rgatadi ekan, hujum qilish, mudofaa ko'rish choralarini aytib beradi ekan desa, birlari u oliy maktab o'quvchilari ochgan maxfiy yig'inlarga ko'p qatim qatnashgan ekan deyishadi. Bundaq gaplarning to'li bo'lishi bir qahramonning ta'sirlik obrazini paydo qilgan edi. Shunga o'quvchilar orasida uningga havas qilmaydigani yo'q edi. Tarqilib yurgan bu gaplar xato edi. Uning dadasi qurilish ministrligidagi 5-darajalik xizmatchi bo'lib, boshqa xizmatchilarga o'xshashla og'zidan darajani tushirmaydigan odam edi. O'g'liga bo'lsa siyosiy harakatlarga qatnashma deb eskartib turardi. Uning ofitser akisi turmoq, aka-uka qarindoshlari yo'q. Uyda bo'lsa portlatqich doridan qilcha asarmi yo'q edi. U chaqlarda İbrahim oliy maktab o'quvchilarining hech qanday maxfiy yig'inlariga qatnashib baxmagan edi. Uning ustiga u siyosiy bilanmi haplashib ketmaydi. Siyosiy masalalarni muzokara qilishga bosh qotirishni xohlamaydi. Shunga siyosiy e'tiqodi yo'q edi. Biror partiya guruhiga qatnashmagan edi. Uning vatanparvarlik hissiyoti kuchli bo'lg'achqila uni ko'pchilik bilan birga bo'lishga undaydi. Uning o'ylaydigani saqchilarga taqobil turadigan planlarni tuzish va g'alaba uchun kurash qilish edi. Shu planlar tufaylidan savoqdoshlari uni og'iz-og'ziga tegmay maqtashadi. İbrahim Angliyaliklarga o'ch edi. Ularga nafratlanadi. Har qatim biror Angliyalikni uchirtib qolsa, uningga o'zining izzat hurmati tushib ketayotgandek bilinadi.
Ammo u mustamlikachilikning mohiyatini tushunmaydi. Angliyaliklarning shu topda uning vatanining sap qinini sho'rayotganligini tonib yetmagan edi. İbrahim padişahqımı üç idi. Bək vəzirlərə nəfrətlənətdi. 1936 yıldakı şərtnaməni. Yani bu 1936 yılı Mısırdakı hüquq tələb qılğıçılar partiyası hökuməti Angliya Mısır 20 yıllık ittifaq tüzüş şərtnamasını tüzgən. Dövlət hüququnu yo'qitib vatanni munqaris qiladigan bu shartnoma amaliyotda Misrni Angliyaning mustamlikasi qilib qo'ygan hamda buni qonuniy asosda bekitib etgan. Bu shartnoma Misr xalqining qattiq noroziligini qo'zg'agan. 1936 yildagi shartnomani bekor qilish tarafdori edi. Harbiy idora qilishni amaldan qoldirishni talab qiladi. Kallasida bu xiyallarning qandaq paydo bo'lib qolganligini o'zim uqmaydi. Uningda bu ko'pchilikning talabi, xalqning talabi degan sezgilar bor edi. Xolos. U chaqda Ibrohim 17 yoshga kirgan bo'lib, Saidiya o'ttir maktabi Qohiradagi otaqliq o'ttir maktab. O'rni Qohira universitetining yanida. Saidiya o'ttir maktabining o'quvchisi edi. Bir kuni onunğa həvəs qıladigan o'quvchilarning biri bir tane kichikkina Brovinnik markalıq tapancha bilan bir quta o'q akilib berdi. Bu uning cho'ng bo'lib tunji qatam tapancha ko'rish edi. U o'quvchi Ibrohimning ko'ziga qarabmi qo'ymadi. Agar qaragan bo'lsa, tapanchani uyan-buyan o'rib, sinjilab qarayotgan Ibrohimning ko'zlarining bo'lakcha chaqnab ketganligini ko'rgan bo'ladi. Belki u o'quvchi men Ibrohimga odatdagilar bir narsani akilib berdim. Bu uning qahramonlik jasoratiga toza mos kelmasligi mumkin deb o'ylagandi. Ibrohim tapanchini ilib uyiga qaytdi. O'zini eng kuchli inson, ismi jismiga loyiq qudrat egasi deb bildi. Endi bu kichikgina narsa bilan u barliq dushmanlarni, vatanining dushmanlarini yo'qota oladi. Ammo Ibrohim qanday qilish lozimligini bilmaydi. U qo'lidagi yangi bir kuch deb bildi. Shundaqla o'zida yangi bir tuyg'uning paydo bo'lganligini, zimmasiga yangi bir mas'uliyat, ya'ni ana shu kuchni ishlatish mas'uliyatining tushganligini his qildi. Ibrohim xohlagan kishini o'ldirsa bo'lmaydi. Chunki u qotil emas. Yana kelib qotil bo'lib qolishni xohlamaydi. Shundaqdimi u yanala bu kichikgina narsa bilan cho'ng ish qilg'ili bo'ladiganligini his qiladi. Ibrohim tapancha bilan bir quti o'qni ilib uydan chiqdi. Yo'l bo'yi yonchiqidagi tapancha o'zligidan yo'lda ketayotgan odamlarning yuziga itilib ketadigandek bahla dakkudukka ichida mangdi. U tramvayga o'ltirib Al-Ihrom ko'chasining bir beshiga berib tushdi. Ondan piyoda minib Al-Ihrom kaynidagi qumliqning ichigarak kirdi. Tapanchini ilib o'qildida oldidagi tik turgan bir toshni nishonladi. Uning qo'li titraydi. Barmoqi qetib qolgandek tapanchining tepkisini bosolmadi. Ibrohim tepkini bossamla quloqni pang qilgudek ovoz anglandi. Kishilar taraf-tarafdan yugurib kelib, meni oraga ilib oladi. Shuning bilan cho'ng chatoq chiqadi deb o'ylab, sal qo'rqdi. Oxir qo'rqinchini butun g'ayrati bilan yengishga tirishib, ikki ko'zini chimi yumdi. Onunğa xuddi qo'rqinchli ovozni anglamaslik uchun ikki quloqimi etilib qolgandek bilindi. Oxir u tepkini bosdi. Hech qanday ish bo'lmadi. Faqat ving qilgan ovoz bilan tang o'q etildi. Bu ovoz xuddi tish bilan yangoq chaqqandagi ovozga o'xshaydi. O'q vish qilib uchib ketdi. Qattiq ovoz bu chiqmadi. Hech qanday qo'rqinchli voqea yuz bermadi. İbrahimga o'qning ovozi pashining g'ingildig'indekla anglandi. İbrahim ko'zini ichib o'ziga ishonmay qoldi. Xuddi yangi bir quruqlikni topgan odamdek xushal bo'lib kulvatda bir necha pay o'qni kayni-kayndan etibetdi. Keyin tapanchini boshqadan o'qladi. O'zini tutib olib nishonni yaxshi challab otdi. Uning bu holati xuddi setib olgan oliy sortliq itini o'zining diginini qildirishga ko'ndirayotgan odamga o'xshaydi. İbrahim tapanchini yaxshi ko'rib qoldi. Shunga uxlaganda
tapanchini yostiqning ostiga bostirib qo'ydigan, uyg'onibla tapanchini ilib ko'radigan bo'ldi. Maktabga manganda tapanchini ishkapga tiqib qo'yatdi. Maktabdimi Asiyodi tapanchida bo'ladi. İbrahim uchun tapancha uning bilan muhabbatlashayotgan qizning o'zi edi. Darsdan tushganda u aldirab-saldirab uyga keladi-da, hujrasiga kirib eshikni ching etib oladi. Ishkapdan tashna bo'lib ketgan narsasini olgandek tapanchani oladi. Uni ixtiyorsiz ching siqimdab, xuddi so'ygunini silagandek silab ketadi va so'ygunining kiyimini soldirganiga o'xshash uni avaylab chuviydi. Işıq otiga giribdor bo'lganlar muhabbat romanlarini o'qishga amroq kelganidek, İbrahimmi endi razvedka romanlarini ko'p o'qiydigan. Amerikaning jonbozlik, zo'ravonlikqa qarshi turish, qotillik tasvirlangan kinolarni ko'rdigan bo'ldi. Uning ko'zi hadisla tapanchadan neri ketmaydi. Uning qanday karomatlarni ko'rsatadiganligi xususida İbrahim ko'p o'ylanadi. İbrahim her peyshanba kuni tushdan keyin juma kuni tushdan avval tapanchasini ilib Al-Ihram kaynidagi qumliqqa berib qorga atatdi. O'qning ovozi uningga go'yo oshiq mashhuqlarning so'yishishidek anglanatdi. Oxir u atgan o'qi zoya ketmaydigan mergan bo'ldi. Ko'rgan kinolaridan, o'qigan kitoblardan turli holatda turib tapancha etishni o'rganib oldi. Keyincha ko'zini yumibmi atalaydigan, aynakka qarab kayniga chanlabmi atalaydigan bo'ldi. U dastlabda yo'g'on bir toshni nishon qilgan edi. Keyinroq bir jirislik, bu jiris Misrning tangi puli. Bir jirislik tangi pulni, ondan ikki jirislik tangi pulni chanlab atalaydigan bo'ldi. U nishonga tekkizolmay qolgan chog'larda og'ringan holda tapanchasiga qarab, "Azizim, bu nima bo'lg'idi?" deydi. Ondan kulib qo'yib, xuddi tapancha javob bergandek, "İbrahim, bu hisob emas" deb qo'yatdi. U tapanchaga shunchalik amroq bo'lib ketdiki, uni "Azizim" deb ataydigan bo'ldi. Yeshi kichik bo'lgani bilan u xili o'sh kalisi bor bola edi. Aqli uni tapanchaga mundaq maftun bo'lishdan ehtiyot qil. Tapanchani har qatim qo'lingga olganingda qalbingda paydo bo'ladigan qudratli kuchdan ogoh bo'l deb eskartib turadi. Shunga u amroqligini yo'shirishga, qalbidagi kuchni besishga tirishadi. Tapanchasiga mas'uliyatchanlik bilan muomala qiladi. Hargiz boshqalarga ko'rsatmaydi. Savoqdoshlari bilan namoyishga chiqqanda tapanchasini olmaydi. U kunlarning birida o'zimni tutolmay o'q chiqarib tashlaymanmikin deb andisha qilib tapanchasini maxfiy saqlaydi. Xuddi oliy fazilatlik oshiq qalbida urg'ib turgan so'ygi muhabbatini oshkorlab yurmaganidek, tapanchasi haqida hech kimga tinmaydi. Uning qalbida vatanparvarlik hissiyoti urg'ib turadi. Birdan bir havasi tapancha edi. U ana shu holatda o'rta maktabni tugatib, qonun institutiga kirdi. Yangi savoqdoshlari orasida burunqi o'rnini, ya'ni jimg'ur rahbarlik o'rnini saqlab qoldi. U o'zini hargiz boshqalardan ustun sanamaydi, lekin boshqalar ixtiyorsiz holda uning rahbarligiga bo'ysunadi. Hatto uni ko'ziga ilmaydi-chu deydigan o'quvchilarmi yomon deyishga asos topolmaydi. Bundaq o'quvchilarning ko'pinchisi har qaysi partiya guruhlarining odamlari bo'lib, İbrahim ularning ko'z qarashlariga raddiya bermaydi. Aksicha ularning so'zlarini xuddi dars anglagandek anglaydi. Hech qanday partiya guruhda bo'lmag'achqa ularning munoziralariga qatnashmaydi. Ular bilan huquq manfaat talashmaydi. Boshqalarni boshlabmi mangmaydi. Faqat qo'shin ichida o'z rolini joriy qildiradi. Shundaq bo'lsa-mu, uning ta'siri qo'shin boshlab mangan odamninkidan zo'r bo'ladi. Ko'pchilik uning yap-yosh turib, haddidan ortiq ig'ir besiqligidan og'rinadi. Chunki u so'zlamasa bo'lmaydigan payt kelmaguncha ig'iz ochmaydi. Klublarga berib shaxmat, qarta o'ynamaydi. Oddiysi boshqa savoqdoshlarga o'xshash qizlarga qanot so'rabmi yurmaydi. Xuddi qizlarni ko'ziga ilmaydigandek, ularni yo'q hisobga chiqarayotgandek, ular bilan qilcha aloqa qilmaydi. Bu İbrahimning qasdan gidiyolg'ini emas,
balki mijoz xarakteri shundoq. U gapga usta emas edi. Şahmat urug'larini yo'tkiganda chiqqan ovoz tapanchamning etilgan chog'dagi ovozini eslatadi deb shahmat o'ynamaydi. Hatto boshqalarning o'ynaganini ko'rmaydi. Ustalda o'ltirib qarta o'ynashni xolamaydi. Qizlarga o'ch emas, balki qizlar Ibrohimning turmushiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan edi. Ya hadisi, ya singlisi yo'q edi. Uning nazarida opsi odatdagi ayol bo'lmasdan, bu dunyoda tangdishi yo'q alohida ayol edi. U hargiz o'zini qasdan eg'ir besiq tutmaydi. Savoqdoshlari shahmat, qarta o'ynasa, qizlarga kuyib pishsa, qilch xafa bo'lmaydi. Do'stlari doim uningga o'zlarining ishiq muhabbat ishlarini so'zlab beradi. Ibrohim bo'lsa, undaq ishlarga yoki gepi bo'layotgan qizlarga qiziqish tufayli emas, balki do'stlarining ahvoliga ko'ngil bo'lish yuzasidan berilib anglaydi. U tapanchasiga amroq bo'lganidek, do'stlarga amroq edi. Bumi uningdagi azamatlarga xos bir ruh edi. U ko'pning ishiga jon ko'ydiradi. Boshqalar uchun o'z manfaatidan voz kechalaydi. Do'stlari uchun borliqini, hatto hayotini qurbon qilishga tayyor edi. Bir-ikki qatim namoyishda u do'stining jinini qutuldirman deb, o'zi o'q ostida jon bergili tas qolgan. Bir qatim barliq o'quvchilarning bexatarligini deb, o'zi qurbon bo'lgili oz qolgan edi. Bu ish bir qatimliq namoyishda bo'ldi. Saqchilar namoyish qo'shinining Qohira shahriga kirishini to'sish uchun Nil daryosidagi Abbos ajratma ko'rikini ajratib etdi. Ibrohim qo'lvaq bilan Abbos ajratma ko'rikining to'riki yeniga keldida, to'rik bilan ko'rik ustiga chiqib ko'rikni tutashtirmoqchi bo'ldi. Ammo u ko'rikni tutashtirishga ulgurmayla saqchilar yugurib kelib, uni dumbalab ketdi. Oxir amalsizlikdan daryoga sakrab, qirg'oqqa chiqib oldi. Ibrohim do'stlariga, savoqdoshlariga mana mushu darajada amroq edi. Bu xil amroqlikda qilcha yasalmalik yo'q. Intayin tabiiylik bor edi. Shundoq hissiyot bo'lg'achqimikin, uningda savoqdoshlarini o'ziga jalb qila oladigan kuch bor edi. Uning buğday öng chiroyidan eg'ir besiqliq, sipoyilik, xushxo'yliq, muloyimlik chiqib turadi. O'quvchi bo'lgani uchun uningda vatanga, yo'ldoshlariga aqida bog'lash va tapanchisini yoshirun yaxshi ko'rishdan boshqa niyat yo'q edi. U yoshligimda odatdagi bir haqqoniy odam bo'lib turmush kechirsamna bo'ldi deb o'ylaydi. Bir kuni Ibrohim kinodan chiqib, Odil Pasha ko'chasidan o'tib ketib, bir magazinning oldida odamlarning to'plashib ketganligini ko'rdi. Berib qarasa, bir necha Angliya askari, bir necha chor bozorchi bilan tillashib, mushlashayotgan ekan. Ibrohim to'pning yonida birdam qarab turdi. Shu topda uning qalbida Angliyaliklarga bo'lgan o'shmanlik qaynab tashmoqda va borgancha ulg'aymoqda edi. U g'azabga keldi, qini qizidi. Charbozorchilarning Angliyaliklarni yengib olishini umid qildi, ammo Angliya askarlari borgancha ko'payib ketdi. Shu orada bir Angliya askari baksini elib bir charbozorchining peshonasiga sanjib etdi. Shu on peshonasidan bulduqlab qon chiqdi. Bu bir Misrlikning issiq qini edi. Ibrohim zodila o'zini tutib olmadi. Hech nimaga qaramay to'pni yerib Angliya askarining oldiga keldida musht kalla putni ishq silib Angliyalikning adibini berishga boshladi. U o'zining qilayotganlarini o'ylab o'ltirmasdan dushmanining uttir kelgan yeriga toza soldi. Bir chaqda Ibrohim o'zigimi musht tegayotganligini sezdi. Barliq zarba uningga qartilgan edi. Angliyaliklar uni uratdi, tepatdi. Oxir Ibrohim tizilib qoldi. Birdilla uning xiyoliga tapanchisi keldi. Agar azizim yenimda bo'lgan bo'lsa, bu munofiqlarning hammasini o'ltirib etatdim. Azizim meni bundaq ahonatdan qutuldirib, izzatimni saqlaydi. Men bu bir nimalarni o'ltirib etaman, hammasini jinidan judo qilaman. İbrahim tizlangan peti beşini götürüp heliqi Angliyalikning qo'lidagi bagini ko'rib qoldi. Angliyalik bagini ishqa solmoqchi bo'layotdi. İbrahim shaqqida beshini chetga oldida o'rnidan turib olib qochdi. Oldiga uchirgan bir taksini to'sib, shofirga
Munira rayonidagi uyiga opirib qo'yishni aytdi hamda shofirni tez bo'ling, o'tinib ketay, tezroq haydang deb oldiratdi. Shofir xuddi faylasuflardek uningga qarab kulib qo'yib, uning yuz ko'zidagi qonlarga sapsaldida tasalli berdi. Xudoyimning kuni uzun, ish buning bilan tugamaydi. İbrahim bu gapga javob bermasdan ha deb, tezroq haydang dedi. Mashina uning uyiga yetib keldi. U shofirga, "Meni birdam saqlab turing" dedi-da, palampaydan ittik chiqib binoga kirib ketdi. U g'ojirsiga ushqandek kirdi. Hatto eshik ichib bergan opsining hayron bo'lib to'g'ilib etganini anglamadi va tapanchisini oldida binodan ushqandek tushib mashinaga o'ltirdi. Hozirab turib shofirga, "Yana Odil Pasha ko'chasiga olib qo'ying, tez" dedi. Shofir mashinani o't oldirdi va kayniga qarab xushxo'ylik bilan İbrahimga "Efendim, o'zingizni besib olsangiz bo'larmikin" dedi. İbrahim undamadi. U tapanchini yanchiqqa selib, xuddi yuragini, o'ylash iqtidorini, yoshligini yanchiqqa selib olgandek o'ltiratdi. Odil Pasha ko'chasiga kelganda u hech kimni topolmadi. Jang allaqachon oyoqlashgan bo'lib, yerda qonlar uyib turardi. U boyiqi odamlarning birərini uchirtarmanmikin, birər angililikni ko'rarmanmikin deb atrofga qarab baqdi. Ammo ko'chada hech kim, birər angililikning qarisimi ko'rinmaydi. İbrahim sal tinishlangandek bo'ldi. Titrakmi to'xtadi. Yanchiqdagi tapanchini ching tutgan qo'li bo'shadi. Shundala mashinaning kira haqqini to'lamaganligi esiga kelib, shofirga qaradi. Shofir yanala bir xil tamkin nazar bilan uningga qarab kulimsirab turardi. Chiroyidan muloyimlik, samimiylik va ozdula umidsizlik bilinib turardi. İbrahim yanchiqni oqtirdi. Ammo qo'liga aran 5 jiris chiqdi. U g'azabda pul elishni unutib qolgan edi. Shofir uning nima qilishni bilmay qolganligini ko'rib dedi: "Efendim, hech qisi yo'q. Avar bo'lmang. Bu qanchalik ish edi? Siz uchun ko'pchilik to'lab bo'ldi." "Ko'pchilik deganingiz kim?" so'radi İbrahim hayron bo'lib. "Ulardan boshqalar ko'pchilik bo'lmamdi. Bo'ldi, xo'sh" dedi shofir kulib. Shofirning kulgisiga qo'shilgandek mashinami gurildab o't oldi. Soğuq shamol İbrahimning yuziga yenik urilatdi. U uyiga piyoda ketdi. Yo'l bo'yi xiyol daryosida uzdi. Oxir ajoyib cho'ng yangi masalani topgandek bo'lib, vatanparvarlik namoyishlarini uyushtirish va uningga qatnashish bilan cheklanib qolsa bo'lmaydiganligini his qildi. U nemishqa saqchilarga xish parchasini otdi, nemishqa yo'l chiroqlarini chiqib, tramvaylarni ko'ydirdi. Zodi nima uchun? Chunki u vatanining erkinlikka ega bo'lish huquqi borligiga ishonadi. Asosiy qonun tuzish, shartnomalarni bekor qilish, harbiy idora qilishni amaldan qoldirishlarning hammasi erkinlik uchun qo'yilgan talablar emasmi? Uning erkinligini kim bo'g'di? Vatanining erkinligini kim tortib oldi? Hargiz saqchilar emas, tok shirkati, tramvay shirkati emas, har qaysi partiya guruhlarining katta boshlari emas, dal angliyaliklar. U nemishqa bevosita angliyaliklarning jojisini bermaydi? Nemishqa kurashning tig' uchini ularga qaratmay, saqchilarga qaratadi? İbrahim siyosiy jihatdan uyg'onishga boshladi. Shuningdan keyin u Angliya askarlarini maxfiy o'ltiradigan tashkilot qurish to'g'riliq o'ylandi. Bir necha kundan keyin ishkilanib qoldi. Men qotil emas, odam o'ltirishni xohlamayman. Yo'q, bu degan odam o'ltirish emas. Bu kurash, sharafli kurash. Ana Angliya harbiy paraxod, zambirak, necha 10 minglagan askarlari bilan uningga qarshi turmoqda. U bo'lsa, yakka yegana holda kichikkina tapanchasi bilan ularga taqobil turmoqchi. İbrahimning uyqusi qochdi. U hargiz yarasi og'irganlikdan emas edi. Chunki u ancha-muncha yara jarohatga vaylab ketmaydi. U hozir ko'z oldida paydo bo'layotgan boshqa bir dunyoga, ya'ni jasadlar bilan to'lib, qonlar bilan bo'yalgan dunyoga nazar solmoqda edi. Jasadlar Angliya askarlarining jasadi, qonlar Angliya askarlarining qini edi. Ularning orasida İbrahimning yuziga musht otgan va baki tanglagan Ablahning jasadi bor edi.
Bu qo'rqinchli manzarani ko'rib İbrahim qo'rqib ketmadi, g'o'diqmadi, balki diqqat bilan kuzatdi. Әһәтсі o tapancasını yançıqıға selib aldı. Şuningdan etibaran Azizi onundan ayrılmaydigan, yançıqıdala turadigan bo'ldi. İbrahim plan tuzishga kirishdi. Angliya askarlarining gazarmalariga boradigan hamma yo'llarni, ya'ni Abbasiya, Meadi, Mezada turadigan askarlarning gazarnomasi bo'lsin yoki Aleksandriya portiga boradigan yo'l ustidagi gazarmalar bo'lsin, hammani besh qo'ldak bilib oldi. Askarlarning gazarmaga qaytadigan vaqtini, Qohiraga yolg'iz kirishiga ruxsat qilinmaydiganligi, Qohiraga kirsa kollektiv harakat qiladigan yo'l yo'riq borligi, Angliya askarlarining qanday qurollarni tutadiganligini uqdi. Ishqilib u bilishga tegishlik hamma ishni bildi. İgilishga tegishlik barliq axborotlarga ega bo'ldi. U tehi tunji qatim jang qiladigan o'rinni tanlab yangi Qohira rayonidagi tramvayning oxirgi bekitini jang o'rni qilib bekitdi. Bu planni tuzish jarayonida İbrahim bunchalar ko'p ishni yolg'iz qilib bo'lolmaydiganligini his qildi. Uningga oz deganda mashinasi bor. U o'q chiqargandan keyin uni mashinasiga ilib qochadigan hamroh lozim edi. İbrahim o'ziga hamroh tanlashni ko'p o'yladi va oxir tapancha bergan og'inasini tanladi. U og'inasining dadasining mashinasi bor edi. Uning ustiga og'inasi vatanni so'ydigan, sopdil, samimiy bola edi. Uningga bek hurmat qiladi. İbrahim og'inasiga o'zining Angliya askarlarini maxfiy o'ltirish niyatining borligini aytmasdan, uning bilan har kuni paranglashib Angliyaliklar to'g'risida tinmay so'zladi. Ularning jinoiy qilmishlari va zo'ravonligi ustida to'xtaldi. Shu orqali og'inasining fikr yurgizishiga ilhom berib, uningdan biror sado anglashni kutdi. Degandek, og'inasidan sado chiqdi. Uning o'ylaganlari İbrahimningki bilan o'xshash edi. Og'inasi noyatda qizishib varqirab ketdi. Biz nemishqa ularni o'ltirib etmaymiz? İbrahim og'inasiga ching esildida uning bilan birga harakat planini tuzishga kirishdi. Bir necha hafta o'tib ketdi. Harakat vaqti belgilandi. İbrahim xuddi Azroilni aldashga tayyorlik qilayotgandek hamma ishni inchkilik, ehtiyotchanlik bilan qayta o'yladi. Yedim kecha bir pikap Mazadagi tramvay bekitiga kelib to'xtadi. Atrof go'yo Guriston tintasligiga cho'kkan edi. Ular pikap ichida gap qilmay o'ltirdi. Xeyli vaqt o'tdi. Ular yanala un chiqmadi. Bu planni ikkisi maslahatlashib bekitgan. Agar İbrahim qo'lga ilinsa yoki o'q tegib yiqilsa, og'inasi mashinani haydab qochib ketadiganga kelishgan edi. G'araqmas ikki Angliya askari keldi. İbrahim mashina eshigining tutqichini tutdi va xayrlashgan nazar bilan o'duqqan holda og'inasiga lappada bir qaradi. İbrahim arsalda bo'ldi. Ammo og'inasi uningdan battar o'duqib ketgan, lavlari titraydi. Qo'rqish aralash umid chaqnab turgan ko'zlari İbrahimga xuddi niyatingdan yansangmikin deb o'tinayotgandek tikilgan edi. Og'inasining qo'rqishi aksicha İbrahimga kuch bag'ishladi. U qattini ruslab, og'zini ching yumdi. Og'inasiga ilhom, tasalli bergandek kulimsirab qo'ydi-da, mashinaning eshigini ochdi. Mashinadan tushib, qo'lini yanchiqqa silib, Azizini ching tutgan holda kelayotgan ikki Angliya askariga qarab turdi. U yana arsalda bo'ldi. Vaqt uningga nihoyatda uzoq bilindi. Azizini shuncha qilibmi yanchiqdan chiqara olmadi. Uningga yurak so'qishdan to'xtab, putlari pukilib ketayotgandek, o'zi havoda esilib turayotgandek tuyuldi. İbrahim mashinaga kirib, Azizi va do'stiga o'zining to'g'ri yurakligini iqror qilishga tas qoldi. To'satdan ikki Angliya askari etilib kelib uningga musht otdi. U chaqqonlik bilan keyniga dojidida yanchiqdan tapanchini chiqardi. Azizi bo'g'uq ovoz chiqardi. O'qning ovozi xuddi pashining vingildig'inidekla anglandi. Bir Angliya askari o'q tegib o'ldi. Yana biri qo'rqib ko'zlarini vahimalik chakchaytgunicha qetib qoldi. Mana bu İbrahim ko'rgan oxirgi manzara edi. U mashinaga sakrab chiqdi.
Og'inisi mashinani o't oldirdi-da, xuddi yer ostiga kirib mukib oladigandek tez suratda minib ketdi. Shaharga kirganda ondan mashinaning suratini ostilatdi. Ularning amdiki qiyofati sayli qilayotgan yigitlarga yoki o'zlarining ko'nglidagi ma'shuqini izlab yurgan oshiq yigitlarga o'xshatdi. Ular planni mana shundoq o'rindadi. Ikkalan gap so'z qilishmadi. Chunki hech qaysi so'zlashga jur'at qila olmaydi. Hatto mashina Ibrohimning uyining oldiga kelgan. Ibrohim mashinadan tushgandimi, og'inisiga bir eg'izmi gap qilmadi. Og'inisimi uning bilan xo'shlashmadi. İbrahim şu kuni kechicha ko'z yummay chiqdi. O'lgan Angliya askarining jasadi ko'z oldidan zodila neri ketmadi. Ammo u jasadni o'ylamadi. Ham u tufayli beorommi bo'lmadi. Faqat men to'g'ri qildimmi, qandoq degan masalani ko'p o'yladi. Soatning chiqildishi uningga sening qilg'ining to'g'ri deyotgandek bilindi. Ertasi deganda ko'zini ochibla titirgan qo'li bilan gazetni ilib ko'rdi. Ammo gazetdan tunigun o'ltirilgan Angliya askari to'g'risidagi xabarni topolmadi. Xabarni tekshirguchi amaldor ishlarni ansizlikka silib qo'ymasin deb bu xabarni e'lon qilishga ruxsat qilmagan edi. Mana bu tunji qitimliq ish edi. Shuningdan keyin bundaq ish bir qancha qitim bo'ldi. Gruppa cho'ngaydi. A'zolar 7 ga yetdi. Tapanchimi o'zgardi. Ular rasmiy Mavjir setib oldi. İbrahim Mavjirni qo'lga olganda go'yo aziziga xiyonat qilgandek o'ng'aysizlandi. Bu ishni qandoqmi uningdan ko'rgil bo'lsin. Azizi uning bilan billa cho'ngishni xohlamasa, İbrahim cho'ng bo'laverdi-da. Ammo İbrahim xuddi tunji qitim muhabbatlashgan so'ygunini unuta olmagandek azizini doim eslab turdi. Yettaylan har haftada taqqa chiqib qarg'a etishni mashq qilatdi. Yig'in ichib plan tuzib chiqatdi. Mardonlik bilan har xil ishlar to'g'risida so'zlashatdi. Oxirida İbrahimga qani qaror qilmamsa degandek qarashatdi. İbrahim ular ichida cho'nglardan hisoblanmaydi. U chaqda İbrahim 20 yoshga kirmagan. Orada 22 yoshliqlar bor edi. İbrahim ularning boshlig'i emas. Chunki yettaylan bizga boshliqning keragi yo'q deb qaror qilishgan. Shundaqdimi jimi ishni oxirgi hisobda yanala İbrahim qaror qilatdi. Ular hargiz qaramliq qilmaydi. Yengillik bilan ish ko'rmaydi. Sabab buningga İbrahim yo'l qo'ymaydi. Uning qarorini nihoyatda ehtiyotchanlik bilan chiqaradi. Har qatimliq harakatdan keyin ular uzungacha jim yuradi. Shunga 2 yil ichida 8 qatimla harakat qildi. Har qatimda ish o'ngishli bo'ldi. Soqchilar qilcha yipuchi topolmadi. Angliyaliklarni qo'llaydigan turli chora tadbirlar ularning harakatini to'sib qola olmadi. İbrahim doim shu tadbirlardan kavoq tepib, amal qilib yangi planni tuzib chiqardi. Ular yig'in ichib 9-qatimliq harakat planini tuzdi. Ata harakat ilib boramiz degan chaqda plan amaldan qoldirildi. Hamrohlari bu ishga hayron bo'lishdi. Hatto uningga norozilik bildirdi. İbrahim buning sababini tushuntirib o'ltirmasdan bu plan toza ishonchli bo'lmabdi deb qo'ydi. Bu haqiqiy sabab emas edi. İbrahim necha haftadan buyon turli xiyollar qaynimida uzdi. Bizning qilayotganlarimizdan zodi nima chiqadi? Biz baribir minglagan tumanlagan Angliya askarlarini o'ltirib tugatolmaymiz. Hozirgidek qilsak, balki biri, ikkisi, hatto 10, 100 o'lishi mumkin. Ammo buning bilan ular Misrdan chiqib ketmaydi. Yanala Misr zaminini besib yotadi. Onun ustiga xabarlarni tekshirguchi amaldor bunda xabarlarni gazetga besishga ruxsat qilmaganlikdan bu harakatlar xalq ichida hech qanday ta'sir paydo qilmadi. Xalq jimmida yurmoqda. Ularda ta'sirlanish, g'ayratga kelish deganlar bo'lmadi. İttifoqlashib kurash qilishdan asarmi yo'q. Bu harakatlarni xumodan chiqish uchunla qilayotganim yo'q. Mening tabiatim odam o'ldirish emas. Men bundaq vatanparvarlik harakatlar orqali xalqni rag'batlantirishni, uyg'otishni, ittifoqlashib kurash qilishga qo'zg'ashni o'ylagan edim emasmi? Angliyaliklar qanday qilib xalqni muncha
beparvo qilib atgandi. Xalqning yuzini nimanchimi mujib olgan, xalqning yuragini nimanchimi mujib olgandi. Angliya askarlaridan netchisini o'ltirib atsakmi, xalqda qilcha inkos yo'q-ku. Xabarlarni tekshirdiganlar Angliya askarlari emas. Kechida menishni mani qilganlar, harbiy holat e'lon qilganlar, vatanparvarlarni tutib jazo lageriga qamaganlar Angliya askarlari emas. Bularni siyosatlar, xalqqa tengilgan siyosatlar qilyotdi. Undaq bo'lsa, Angliya imperiyasining manfaatini qo'g'daydigan bu siyosatlarni kim ijro qilyotdi? Angliyaliklarning g'olchilari, vatan sotqunlar. İxtiyorsiz uning teni cho'g'ildab ketdi. Bu xiyollarning o'zini qayerga boshlayotganligi, uning ilkiga o'tib ketsalar qutulish mumkin emasligi, o'zining odam o'ltirishga majbur bo'lib qoladiganligi uningga ayon. Endi u bir Misrlikni yoki bir necha Misrlikni o'ltirdi. U qo'liga tunji qatim tapancha tutgan kundan tortib, tapanchamni Misrlikqa qaratmayman deb nihoyatda ehtiyot qilib kelgan edi. Shunga namoyishlarga qatnashganda tapanchisini olmagan. Saqchilar uni qo'g'lagan va kaltaklagandimi tapanchisini ishlatishni o'ylab qo'ymagan edi. Chunki u tapanchamni Misrliklarga tanglasam bo'lmaydi deydi. Ammo hozir uning o'ltirmoqchi bo'layotgani odatdagi Misr saqchisi emas. Boshqa kishilar, ya'ni g'olchilar, vatan sotqunlar, saqchilar nihoyat kelsa siyosatni ijro qilguvchilar, xolos. Shunday qilganda ular bu xabarni oshkorlamay qolmaydi. Nomi pur ketgan g'olchilarning o'ltirilganligini kishilardan yoshirib qololmaydi. Kishilar bunda g'olchining o'ltirilganligiga xushal bo'ladi. Qolgan g'olchilar bu xabarni anglasa, Izroilga yo'liqqandek teni sirqiraydi. İbrahim mushu xiyollar bilan azob chekishga boshladi. Bir necha hafta o'tib ketdi. Yangi xiyollar kechalari uningga uyqu bermaydi. Kunduzlarimi shu xiyollar bilan kun o'tkazatdi. Kimning Angliya g'olchisi vatan sotqush ekanligini qanday bilgili bo'lar? Xeyli ko'p odamlar bir kishini vatan sotquni deb yuratdi. Umi o'zini va Angliyaliklarning vakolatchisi deb ataydi. Vatan sotqushlarga o'lim jazosi berish kerak. Kishilar u odamga allaqachon o'lim jazosi bergan bo'lsa-mu, texcha ijro qilinmay kelyotdi. İbrahim shu hukmni ijro qiladigan odam. İbrahim bu qitimmi odatdagiga o'xshash hamrohlarini o'z o'ylig'ini bo'yicha fikr qilishga yetaklab, o'zining ko'nglidagini ularga yegizishga tirishdi. Oxir hamrohlari harakatimizni Angliya g'olchilariga qaratayli degan yerga keldi va Angliya g'olchilarini yo'qotmoqcha Angliyaliklardan qutulg'ili bo'lmaydi degan fikrga qo'shilishdi. Ular Angliyaning Misrdagi g'olchisi Abdurahim Pashani o'ltirish planini tuzdi. İbrahim go'yo taqdir ilohidek hamma ish uning plani bo'yicha o'rindaldi. U atgan birinchi pay o'q nishonga tegdi. Xuddi andiki o'q arvohni dozoqqa akirib ketadigandek orqadanla yana 2 pay o'q otdi. Ondan o'zini saqlab turgan mashinaga yugurdi. Mashina asli u chiqqicha orliqda o't oldirilib, darhol menishga tayyor turish edi. Qirishqandek mashina o't olmadi. Mashina buzilib qolgan edi. İbrahim yugurib ketib o'tib, orqasidan varqirgan ovozlarni, qo'g'lab kelayotgan oyoq tevishlarini angladi. Hamrohi hadab mashinani o't oldirishga tirishadi, ammo mashina yerga mixlab qo'ygandek o'rnidan qo'zg'almaydi. İbrahim mashinaning yenidan o'tdi-da, bor kuchi bilan oldiga yugurdi. U hech nimani o'ylamay, nega ketayotganligi bilanmi hisoblashmay yugurdi. Orqasidan varqirash, jarqirashlar anglanib turadi. Saqchi pushtikimi chilindi. U birining o'g'rini tutinglar degan ovozni angladi. Uning orqasidan qo'g'lab kelayotganlar barg'ancha ko'paymoqda edi. Ular bu balani nima uchun qo'g'layotganligini bilmaydi. Ba'zilar uni rostdanla o'g'ri deb bilgan edi. İbrahim nimishqa ularga o'q atmaydi. Bir pay o'q hammani tarqitib talaydi. Agar oradan biri o'q tegib yiqilsa, qolganlarining shu hamon tarqilib ketishi turgan gap.
İbrahim tapancasini tutqunicha yugurib ketyotdi. Ba'zida orqaga burilib qarab qo'yatdi. Ammo u qotil emas. U kishilar gunohsiz. Ular vatan sotqishlar emas. Angliyaliklarning holchilari emas. Ular kelib o'zini o'ltirayotgan taqdirdami İbrahim ularning hech qaysini o'ltirmaydi. Kishilar borgancha yaqinlashdi. Ularga hadab yangi odamlar qo'shilyotdi. İbrahimning dimi kesildi. Putining peyi tortishdi. Ussab qoni qurib ketdi. Uningga qalpoqlari xuddi ikki parcha taxtaydek bilindi. Birdinla u yugurishdan to'xtab edi, qo'g'layotganlar yetishib oldi. Bir necha qo'l uning yelkasidan tangla omburdek qamallab tutdi. U chunqur bir tinib olib orqasiga burildi. Uning chiroyi hech qanday ish bo'lmagandek noyat tabiiy edi. Bundaq chiroy qalbingizni o'ziga moyil qilib oladi. Sizni as-hushingizdan ayirdi. Kishilar uning ko'zlaridan hech qanday huduqish, tamtirash alomatlari yo'qligini ko'rishdida uni tutib olganligiga pushaymon qilishgandek qo'llarini bir-birlab uning yelkasidan oldi. Birla saqchining qo'li İbrahimning yelkasidan ching changallig'icha qoldi. İbrahimni sotqunning o'ligi yiniga akeldi. Atrofiga kishilar o'lishib ketgan edi. Ular boshliq va taftish amaldorlari kelgucha kutib turishdi. İbrahim jasadga qarabmi qo'ymadi, chunki bundoq qilishni xohlamaydi. Shunga o'likka nazar ko'zini solmadi. Biraylarning yerda sunaylanib yotgan vatan sotqishning o'ligiga qarab, "Xo'p bo'pti" deb pichirlig'ini anglab, İbrahim kulimsiradi. U go'yo "Men gunohsiz" degan hukmni anglagandek bo'ldi. Bu xalqning hukmi edi. Shu kuni oqshomla so'roq boshlandi va bir necha oy davomlashdi. Shu orliqda İbrahimning jimi hamrohlari qo'lga ilindi. Ular İbrahimning sotqunlik qilishi bilan emas, vaqa yuz bergan kuni qo'lga tushib qolgan mashinaning nomeri orqali qo'lga ilingan edi. İbrahimning ishi butun Misrni zilzilaga soldi. Uning ismini hamma odam bilib ketdi. Surati har qaysi gazetlarning birinchi betiga besildi. Nurg'un advokatlar uning oqlig'uvchisi bo'lishini talab qildi. Ba'zilar İbrahimning vatanparvarlik ruhiga ofrin o'qish yuzasidan oqlig'uvchi bo'lishini talab qilgan bo'lsa, ba'zilar mushu dilo orqali nom shuhratga ega bo'lish qo'ydi bo'ldi. Turmada İbrahim nurg'un xatlarni topshirib oldi. Qiz yigitlar yozgan xatlarda uning bir vatan xoinini o'ltirganligini tabriklagan edi. To'nimaydigan odamlar uningga tamaka, meyvechi va qatorliq narsalarni avatib turdi. İbrahimning opasi dastlabda yig'ildi, keyin yoshlarini surtib qatdan rusladi. Dadasi bo'lsa o'g'li qahramonlarcha qurbon bo'lib jannatga kirgan odamdek gap so'z qilmay jimla yurdi. Bu ahvollarga qarab İbrahim o'zining qahramon bo'lganligini bildi. Ammo o'zini hargiz qaltis ish qilayotgan odam deb qaramadi. U helimi burunqidaklar men qilishga tegishli ishni qildim, hech bir alohida ish qilganim yo'q. Xalqlar meni qahramon deb hurmatlayotdi deb o'ylaydi. Uni qahramon deb to'niganning nima foydasi? U o'lib ketadi. Maydasiga qahramonlik ordeni taqab turib, darg'a esildi. İbrahim o'lishni, darg'a esilishni xohlamaydi. Hayotining mushundaqla oxirlashishni asla xohlamaydi. Uning yashug'isi bor. Issiqqini eqib ketsa, jasoratlik yuragi so'qishdan to'xtab qolsa bo'lmaydi. Oxir İbrahim turmadan qichish ustida bosh qotirishga boshladi. Uning ishtahosi tutildi, uyqusi qochdi, so'roq ahvoligimi ko'ngil bo'lmadi. U kecha-kunduzligidek qichish to'g'risida o'ylanatdi. U so'roq mutidini qasdan so'lishga boshladi. Qichish planini atrofli o'ynashga vaqt tepish maqsadida har kuni yolg'on gaplarni qilib so'roqchini qo'ymoqtirdi. İbrahim turmadan qichib ketolmaydiganligiga ko'zi yetib, qichishdagi eng yaxshi chora kasal bo'lgan boshqa jinoyatchilarga o'xshash ayni qasri doktorxonasiga berib olish ekanligini bildi. Shuning bilan İbrahim qasdan og'riq bo'lib oldi. Aslida börak kesili bor bo'lg'ashqa, u börak kesili bo'lib qoldim deb turib oldi. Gazetlar uning og'rib qolganlik xabarini bosdi. Jamoatchilik uningga alohida ko'ngil berayotgan bo'lg'ashqa, hukumatni İbrahimni xorladi deb aybladi. Natijada hukumat İbrahimni ko'rishga turma doktorini avatdi.
Uning urug' tuqqanlarimi bir shaxsiy doktorni taklif qildi. İki doktor birdek İbrahimni ayni qasriy doktorxonasiga yo'tkash kerak deb qaradi. Bu ikki doktorning bemorni tekshirishdan burunla mushundaq qarorga kelmaganligiga bir nima deb bo'lmaydi. Tunji qatimliq so'roqdan keyin taftish amaldorlari doklad yozishga kirishdi. İbrahim ayni qasriy doktorxonasiga yo'tkab kelinib, alayda bir yotoqqa o'rinlashtirildi. Ishik tövida ikki soqchi kuzatchilik qiladi. Uduludagi uyni soqchi boshlig'i ishxona qildi. Bu Ramazonning birinchi kuni edi. Shu kundan boshlab İbrahim planini amalga oshirishga kirishdi. U oldi bilan kuzatchi soqchilarni o'zining har kuni kech soat 5 da kiyimlarini ratlik, to'liq kiyib, kech soat 11 bo'lganda selivitadiganligiga ko'rishga odatlantirdi. Ondan soqchi boshlig'i bilanmi munosabatni yaxshilashga kirishdi. Soqchi boshlig'i yosh yigit edi. Garchi turgan sharoitda o'xshashmasimi, u qo'lidagi mahbusidan hech qancha erkin emas edi. Vazifasining cheklashi bo'lg'ashqa, amaliyotda u mahbusning yanidagi mahbus. Vaqt o'tkazish uchun paranglashadigan odamga muhtoj edi. U o'zi qarawatgan mahbusning muloyim, madaniyatlik, gapi oz, ammo meg'izliq qiladigan ig'ir bisiq yigit ekanligini bayqidida İbrahimning o'zgarmas chiroyining kontrolligiga o'tdi. Chunki shu chiroy bilan İbrahim qalbingizni o'ziga moyil qilib oladi. Bütün diqqatingizni o'ziga tortib oladi. İbrahim ikki soqchining ishonchiga erishish uchunmi tirishdi. U o'zini tushirmaslik asosida soqchilarni hurmat qiladi. O'ziga avatilgan pul, yemaklik, tamakilarning ko'pinchisini ularga beradi. İbrahim keyin yotoqdan chiqib soqchi boshlig'ining ishxonasiga birdam yerimdam o'ltirdigan bo'ldi. Bir necha kundan keyin u ratlik kiyinib doktorxonaning ishxonasiga kirib birdam paranglashib chiqdi. Keyincha İbrahim yotqiga xeli uzungacha qaytmaydigan bo'ldi. Bu ish ikki soqchida sal gumon paydo qiladi. Ammo ular gumoniga ishonch turg'izguncha oraliqda u qaytib keladi. Bundaq chaqlarda İbrahim soqchi boshlig'i bilan ikki soqchining chiroyidan ig'ir yukdan ozodi bo'lgandek, yuragi iziga tushgandek bir ifodani ko'radi. U bara-bara sirtda yurish vaqtini uzartdi. Dastlabda 15 minut, yarim soat, keyin 1 soat, 2 soatda keladigan, oxiri berib 2,5 soatlarda qaytib keladigan bo'ldi. Shu kunlarda bir yosh advokat uningga yoshirin holda tapancha kelib berdi. İbrahim tapanchani karavotdagi tushakning ostiga tiqib qo'ydi. Soqchi boshlig'i bilan ikki soqchining o'zidan xotirjam bo'lganligiga, qichib ketmasligiga ishonganligiga İbrahimning ko'zi yetdi. Demak, ular İbrahimni yaxshi ko'rib qolgan va uningga ishongan bo'lgan edi. İbrahim oxir qochadigan kunini bekitdi. Endi chiqib ketsa qaytib kirmaydi. U chiqib ketib 3 soat o'tganda ondan soqchi boshlig'i boshqalarga o'zini ma'lum qiladi. U chaqcha İbrahim ko'zlagan yeriga berib bo'ladi. U nega bora? U boradigan joy ustida ko'p o'ylandi. Do'stlari uni Misrdan chiqarvatguncha Qohirada bir necha kun turib qolishga to'g'ri keladi. Balki bir hafta yoki 2 hafta turib qolishi mumkin. Shu orliqda qayerda yoshirinib turishi kerak? U hargiz uyiga qayta olmaydi. Do'stlarining uyiga bora olmaydi. Chunki soqchilar uni izlab u yerlarga berishi turgan gap. Mehmon saroylarga kirishimi mumkin bo'lmaydigan ish edi. İbrahim o'yla oxiri Muhitni yodiga oldi. İbrahim Muhitdan Mustafa Ahmad Zohir degan ismini esida ching tutishga niyat qildi. Muhit yodiga kelish bilan tang İbrahim ixtiyorsiz kulvatdi. Ular qonun institutining 4-yilligida birga o'qigan edi. Muhitning eng chong aloyidagi shu ediki, har qatimliq imtihonda birinchi bo'ladi. Uningda a'lochi o'quvchilardek boshqalarga aralashmaydigan, siyosatdan yiroq yuradigan, namoyishni vaqtni isrof qilish deydigan aloyidliklarning hammasi deb biladi. Shunga u qo'rqinchoq, ba'zida hatto qo'lidan ish kelmaydiganroq ko'rinadi.
Muhit boshqa a'lochi o'quvchilardanmi bakrak yurakzod edi. Bo'libmi u Ibrohimni ko'rganda xuddi Xudoni ko'rgandek titraydi. Og'ziga gap kelmaydi. Uni bakcho'ng ko'ratdi. Shunglashqimi Ibrohimning oldida o'zini qo'yarga yer topolmay qoladi. Saqchilar odam o'ldirib qichib ketgan qotilning mushundaq bir o'quvchining uyiga yoshirinib olishini asla xiyoliga keltirmaydi. İbrahim Muhit bilan ko'rishgandagi ahvolini ko'z oldiga keltirib ixtiyorsiz kulib-etdi. Muhitning yumaloq yuzini, samsaqdek burnini, kichikina og'zini, yo'g'on ko'zlarini, Amerikada yasalgan ko'zoynakini ko'rgandek bo'ldi. Muhitning hamma yeri degidek yumaloq edi. Hatto doğuloq kelgan gavdasimi sal semiz bo'lgan bo'lsa, yumaloq bo'lib ketgan bo'ladi. Oldin ola kelishib olmasdinla Muhitni izlab borsa qandoq bo'lar? İbrahimga shundoq qilmoqdan o'zga nima amal bo'lsin? Agar Muhit uyiga kirgizmasa, u zo'rlamaydi. Ammo Muhit uning talabini rad qilmaydi. Chunki Ibrohim bunday o'quvchilarni obdan tushunadi. Ular hissiyotini harakati bilan ifodalashni bilmaydi. Muhitdagi yigitlar biror qizni yaxshi ko'rib qilishi mumkin, ammo qizga muhabbatini izhor qila olmaydi. Qizni mo ishondira olmaydi. Ular vatanparvar bo'lishi mumkin, ammo vatanparvarlikni ifodalashni, bu yo'lda harakat qilishni bilmaydi. Bunday odamlar hargiz qahramon bo'la olmaydi. Amalsiz ahvol ostida vatanparvarlik harakatlariga qatnashishi mumkin. Muhit vatanparvar ekanligini amaliy harakati bilan ifodalamagan bo'lsa-mu, vatanini suydi-da. Muhit uni uyida turg'izishga unmasa yoki bu ishga Muhitning dadasi aralashib uyga kirgizmasa qanday qilg'uluq? Hech vaqasi yo'q. Boshqa joyni topaman. Qandoqli bo'lsin, hargiz o'zimni ikkinchi qatam o'limga tutib bermayman. Ishik chekildi. Arqadanla bir saqchining beshi ishikdan ko'rindi. Uning shapuriti chiroydagi tabassumni bilindirmaydi. İbrahim efendi, birər işiniz barmı? Dedi saqchi. Rahmat, sizga baş serjant. Ma'u tavuzni ochib yang. İftardan keyin odamning muzdek narsa yegisi keladi. Dedi İbrahim tomshka ustidagi tavuzni ko'rsatib. Saqchi uyga kirib, "Bo'lmaydi. Xudo haqqi, bunda qilsaq bo'lmaydi", dedi. İbrahim o'rnidan turdi. Xuddi zimmisidagi majburiyatni ado qilayotgandek tomshkadan tavuzni elib saqchiga sundi. Xudo haqqi, tavuzni men emas, sizlar yeyishinglar kerak. Sizlar ro'za tutdinglar emasmi? Eling, hargiz tortinmang. İbrahim efendi, sizda bak og'indarchiligingiz bor ekanmi? Saqchi tavuzni ochib ketdi. İbrahim uy ichida u yoqdan bu yoqqa mangdi. Uning teni jug'ildigandek bo'ldi. Burun har qanday harakatga qatnashganda bundaq bo'lib baxmagan edi. Chunki u chaqlarda İbrahim qochgan emas, hujumga o'tgan. Bütün diqqati bilan planni o'rindashga berilgan. Faqat ikkilanmagan, mag'lub bo'lishni xiyoliga keltirmagan. Nozik mashinaga o'xshash hech narsani his qilmagan. O'zi bekitgan plan bo'yicha harakatlangan edi. Ammo hozir qochmoqchi bo'layotdi. Shunga uning teni jug'ildab ketdi. Mag'lub bo'lishdan ansiradi. Qechish hujumdan rahimsiz. Qiyinchilik ko'p bo'ladi. Uning ustiga bu uning tunji qilayotgan ishi. İftarga etilgan zambirak ovozi. Ya'ni Misrda iftar vaqti zambirak etilishi bilan xabar qilinadi. Zambirak ovozi uning xiyol yiplarini uzib etdi. Ma'zin azon aytib bo'lgandan keyin u yotoqdan chiqdi. Ikki saqchi ikki o'rindiqda o'ltiradi. Miltiqlari tamga yulaylik edi. Ikkisining o'ttirsiga yana bir o'rindiq qo'yilgan. Ustida iftorlik g'izolari turadi. İbrahim efendi, tamoq keling, dedi ularning biri. Biror gapni ortiq qilib qo'yib, ko'nglidagi maxfiyatligini oshkorlab qo'yishdan ansirgan İbrahim nihoyatda ehtiyotchan bo'lib ketgan edi. Shunga, sizlar yaviringlar, bir doktor menga o'xshash rolni tutmabdi ekan, uning yoniga kirib, birdam o'ltirib chiqay, dedi.
u saqchi boshliqining uyiga kirdi. Saqchi boshliqimi iftor qilib atdi. İbrahim busug'ida turib, samimiylik bilan yaqinchilik qilib, "Salomat, baxtli bo'ling" dedi. Saqchi amaldori darhol "İbrahim, keling, kirib birdam o'ltiring" dedi javoban. "Rahmat, ro'za tutganlar bilan birga o'ltirsam bo'lmas" dedi İbrahim kulib turib. U saqchi boshliqining uyidan chiqib, koridorni bo'ylab asta mangdi. Odatdagicha mangay deb o'ylag'ashqimi, qadam ilishi sal egiz-pas bo'ldi. İbrahim palampa yinidagi bir uyning eshigini ochdida kiyim chalisidan oq xalatdan birini oldi. Palampaydan tushib o'tib, xalatni kiydi. Bir necha qavatning koridorida odam ko'rinmaydi. Birinchi qavatning koridorida odam ko'rinmaydi. İftar vaqti bo'lg'achqa hammaylar iftor qilyotdi. İbrahim binoning eshigiga bormayla eshik oldida turgan notnish bir doktorni ko'rdi-da, sal orsaldi bo'ldi. Xalatni silib etib, yotoqqa kirib ketishni o'yladi. Shu orliqda doktor bu tarafga qarab edi. İbrahimga doktor o'zini tonib olgandek bilindi. Ammo doktor ittiqla boshqa yoqqa qaradi. İbrahim qat'iy niyatga kelib oldiga mangdi va doktorning yonidan o'tib ketdi. Doktor mening qochadiganligimni sezib qolgan bo'lsa, varqiraydi-ku deb o'ylab edi. Hech qanday ovoz anglanmadi. İbrahim oldiga qarab mengiyverdi. U ko'chaga chiqdi. Xalatni silib etib, goh tez, goh asta minib kira mashinasi bekitiga bordi. Kira mashinasiga chiqqandan keyin yasalma talaffuz bilan shofirga "Ustam, meni Sulaymon Pasha maydoniga olib qo'ysangiz" dedi. Shofir uningga qarab qo'ydi-yu, tonimadi. İbrahim hech qanday kirim qilmagan yoki niqoblanmagan edi. Birarimi uning qochadiganligidan bexabar. Uni qechib ketayotgan holda uchirtimiz deb xiyoliga keltirmaydi. Buningga İbrahimning ishonchi komil edi. U eng yaxshisi o'ziga kirim qilmaslik degan gapga ishonatdi. Agar u qora ko'zoynak taqib olgan bo'lsa, o'ng'ayla boshqalarning gumonini qo'zg'agan bo'ladi. Chunki undaq odamga kishilar bekrak diqqat qiladi. Shunga boshqalarning tonib qilishi mumkin. Sulaymon Pasha maydoniga kelganda İbrahim mashinadan tushdi. Kira mashinasi minib ketguncha turib, ondan ko'chalarning biriga mangdi. Ko'chaga kirib, u yana bir kira mashinasiga chiqdi. "Ustam, men jizga boraman" dedi u shofirga. U shofirmi İbrahimga qaradi-yu, tonimadi. Jiz maydoniga kelganda u shofirga mashinani bir binoning oldiga to'xtatishni aytdi. Kira haqqini to'labla shofir minib ketmasdanla binoga kirdi. Chunki bu binoning eshik baqquchisi yo'qligini bilgan edi. İbrahim binoga kirib birdam turgandan keyin qaytib chiqdi-da, Hamza ko'chasiga mangdi va 3 qavatlik bir binoning oldiga kelib to'xtadi. Bu bino uningga tonish. Bultur Muhitning yeniga xotira daftar so'rab kelgan edi. İbrahim binoga kirdi. Ustunki qavatga chiqib, bir eshikning qo'ng'iroq knopkasini bosdi. Ondan cho'nqur bir nafas elib olib, Muhit eshikni ochganda qiladigan so'zlarini xiyolidan o'tkazdi. Eshik ochilib bir qiz ko'rindi. İbrahim qizni ko'rib, cho'chiginidan tayyorlab olgan so'zlarini qila olmay, qizga tikilgunicha qochida qarab qoldi. Uning ko'ziga qizdan boshqa hech narsa ko'rinmadi. İbrahim qizning bir tal o'rilgan parqaroq, qop-qora sumbul chechini ko'rmadi. Texi lav surqi va suyishlar bilan bulg'anmagan, hatto kulimsirishimi dakki-dukkida miyiqida qetib qolgan pok lavni ko'rmadi. Uning g'amkin, ammo sirliq, chaqnashlaridan ziraklik, sho'xliq, shodliq chiqib turadigan shahlo ko'zlarini ko'rmadi. Siliq, chiroyli, qizg'uch yuzini, qalbidagi tugumas xushalligini aks ettirayotgan o'ymoqdek chiroyli ikki ziniqini ko'rmadi. U qizning g'unchi bo'yini, xuddi 16 san'atkor birlikda yasab chiqqandek, ivan nuqsonsiz qizning xush bichim qattiq qomatini ko'rmadi. U qizning hech yeriga diqqat qilmadi. Faqat uning qiz bola ekanligini ko'rdi, xolos. İbrahim planida har xil ehtimolliklarni faraz qilgan, ammo oldiga bir qizning chiqishini o'ylamagan edi. U mushu yoshga kelguncha qizlar haqida faqat o'ylab boqmagan edi. İbrahim qizning yiqimli qo'ng'iroqdek zil ovozini angladi. "Efendi, kimni izlaysiz?" İbrahim qizga lappada qarab qo'yib, ko'zlarini yerga tikdi. Ondan bo'g'iq ovoz bilan so'radi. "Muhit uyda bormikin?"
Men onunğa sizni kim deb aytaman? Qiz onunğa səpsilib qarab muloyimlik bilan so'radi. İbrahim qizga boshqa bir ismni aytmoqchi bo'ldi. Chunki yot odamlarga uchrab qolganda shunday qilishni o'ylab qo'ygan edi. Ammo qizning chiroyiga bir xil umidsizlik bilan qarab ixtiyorsiz o'z ismini aytib etdi. İbrahim hamdi kaptu dang. Qizning qoshlari lipildab ketdi. Qiz xuddi cho'chib varqirab etmay degandek lavlarini ching yumdida sal orqaga dojidi. Uning qo'rqqan chiroyi yig'ilib etadigandaykla ko'rinatdi. Sal ta'xir qiling, men qarab boqay. Qiz eshikni yopqicha orliqda İbrahim o'ziga tegishli huquqni talab qilmoqchi bo'lgan odamdek bir putini bosug'idan oldida chaqnab turgan ko'zlarini qizga tikib, ichkirda turib kutishimga ruxsat qilsangiz. Qandoq? dedi. Qiz yo'l berdi. İbrahim uyga kirib eshikni yopdi va qizga yana bir qatim sap soldi. İbrahimning chaqnab turgan ko'zlaridan surlik ifoda chiqib turadi. Shundaqdimi qiz xuddi parvona chiroq tubidan neri ketolmagandek darmahal İbrahimning ko'zlaridan o'zini qochira olmadi. Keyin qiz bu ko'zlarning iskanjisidan qutulib ichkiridagi uyga kirib ketdi. İbrahimning ko'zlaridagi surliklikning o'rnini muloyimlik egalladi. U beshini chayqab turib o'z-o'ziga: "Kishilar nimishqimi qiz bola tug'digandu?" dedi. Birinchi bob tugadi.